Beshta savol beriladi. O'sha joyib javob bersangiz keyingi bosqichga o'tasiz. Tanishtiring o'zingizni. Yoqubov Ibrohim Suyroqovich. 1993 yilda tug'ilganman. Baland. Baland Yoqubovsi. Balandroq gaping, zamsga keladi. Eshityapti. Taraqqiyot mahallasida tug'ilganman. Qayerda o'tgansiz? Samarqand davlat chet tillar institutini tugatganman 2024-yilda. Hozir nima qilyapsiz? Hozir vaqtincha ishsiz. Yoshligimda nima tushunardi? Yoshligimda Ha. bir davrda tushundim. Qaysi davrni tushunasiz? Yoshlik davri. Maktablarda o'qishgan. Yosh degan tushuncha borda o'zi. Yosh Yosh. salom aytiladi, falon yosh deyiladigan yo'nalish borda. Yosh insonda yoshlik davri bo'ladi. Shu davr. Yosh deganda insonni yosh tushunish mumkin. 10 yosh, 20 yosh, 30 yosh. Undan tashqari yosh deganda inson yoshlik davri tushunadi. Yoshlar deb kimga aytiladi? To'g'riroq kimga yoshlar deb aytiladi? Yoshlar deb 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan o'smirlarga aytiladi. Yosh oila deb kimga aytiladi? Yosh oila deb 18-30 yosh oralig'idagi yoshlarni turmush qurgan oilasi yosh oilasi. Necha yoshda? 30 yoshgacha bo'lgan 18 yosh. 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni qurgan oilasi yosh oila hisoblanadi. Hozir 25 yoshda ayol kishi turmush qurgan, eri o'ldi. Yosh oila bo'ladi bo'lmaydi. Eri bo'lgan, ha? Eri 35 yosh bo'lgan, o'lgan. Yosh oila bo'ladi bo'lmaydi. Yosh oila hisoblanadi. Qanday hisoblanadi? Sababi 30 yoshgacha deb aytyapti. Eri 25 yoshda. Chunki Ayoliga qaraydi. Ayol yosh chunki. Birinchi savolga javob yo'q. Birinchi savol. Yosh deganda 14 yoshga to'lgan, 30 yoshdan oshmagan fuqarolar yosh toifasiga kiradi. 14 yoshga 14 yoshga to'lgan, 30 yoshdan oshmagan. Yosh oila deb oila qurganiga 3 yil bo'lgan, 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan oilalar turmush o'rtog'i yo xotini vafot etgan ayol yoki erkak ham tushuntiryaptimi? 18 yoshdan 30 yoshgacha. 18 yoshga kirgandan keyin turmush qurish yoshi 18 yoshmi? 18 yoshda. 18 yoshgacha 30 yoshgacha bo'lgan er xotinlar turmush qurganiga 3 yildan oshmagan. 3 yildan oshmagan. Ingliz tilini Inglizga o'tganman dedingiz-a? Yoshlar ishlari agentligi loyihalarini sanaydigan. Yoshlar ishlari agentligiga kiryapsiz ishga, to'g'rimi? Loyihalarni sanaydigan. Loyihamiz. Mana til bo'yicha qanaqa loyihasi bor yoshlarga? Til o'rganish, ingliz tilini o'rganish bo'yicha qanaqa loyihasi bor? Xorijiy tillar bilimida olmish ko'rik tanlovlar. O'ylab javob beravering, bir minut vaqtingiz bor savolga. Shu yosh palikda xorijiy tillar bilimida olmish shunaqa tanlovlar. Loyiha deyapman men, tanlov so'ramda. Loyiha. 5 tashabbus loyihasini. O'ylang, chuqurroq o'ylang.
Javob. Yoshlar agentligining loyihalari 5 ta. Davlat farmonlari aytaylik. Mutolaa, USCHIS, Qizlar akademiyasi, Ustozlar 5 ta loyiha. Ikkinchi savolga javob yo'q. Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonunni bilasizmi? Nechinchi yil qabul qilingan? Nechta bo'lib, nechta moddadan iborat? Yoshlar sohasiga tortilyapsiz-da siz. Uchinchi savol. Siz bilan olib borilayotgan suhbat yozib olinyapti. Yoshlar konstitutsiya moddalarini Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonun. Javob bor. Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonun bor. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan imzolangan. bilmadim. Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonun 2016 yil 14 sentyabrda Prezidenti birinchi imzolagan qonun bo'ladi. 4 ta va 33 ta moddadan iborat. Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida qanaqa hujjatlar o'qigansiz? Qanaqa qaror, qanaqa qonun, qanaqa farmoyishlar o'qigansiz? Yoshlarga oid Prezident qarori 92 qarorini o'qidim. Qachon chiqqan? 2022 yil 19 yanvar. Yetakchining nechta vazifasi bor? 92 son qaror o'qish. Yetakchining 5 ta vazifasi. Nechta? 5 ta. Qachon o'qidingiz? Shu vazifalarini etib belgilansin degan joyga 5 ta vazifasi qo'yilgan. Bu yoshlar balansini shakllantirish mahallada shularni. Yoshlar balansini shakllantirish. Bu yangilandi u qaror bo'lasi. Prezident 160 ton farmon chiqqandan keyin endi shu joyiga vazifalarni o'zgartirish kerak. Xabaringiz bormi? 13 son farmoniga 2025 yil 1 sentyabrdagi Prezident 160 ton farmonlar imzolandi. Yoshlar ishlari bo'yicha yetakchilar faoliyati muvofiqlashtirish, yoshlar ishlari agentligi faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha xabaringiz bormi? Nechta? Qonunni ayting, bildim. Bu Tayland günümüz ha? Vaqtida Hı? 4 ta vazifasi bor yetakchi. 92 son. 92 son qarori 4 ta. İşte karar çıkandan çıkandan gibi işte karar. Siz hayga qotishda nima qilyapsiz? Shuni qilib vaqtlarni berish kerak-da. Savol berayapman, 4 ta savol berib, birontasi javob bera olmadingiz. Son. 5 tashabbus olimpiadasi. 5 ta tashabbus deganda 5 ta tashabbus sanab bering. Birinci teşebbüsüm, ikinci teşebbüsüm, 3, 4 ve 5. Üçüncü sene ben. Bilasizmi 5 tashabbusni? O'qigansizmi? To'g'ri bu bo'lmagan. O'qimagansiz. Bilmeysizmi?
Aha. Savollarga e'tiroz bormi? Yo'q. Javobini deyishgan bo'ladi. 5 ta savol berdi, 5 ta savoldan birontasiga javob bera olmadim. Avgustda deyishgan bo'lgan. Keyingisi. Mana bir kishi kelsin. Kes. O'tiring aytsan. Tanishtiring o'zingizni. Ismingiz nima? İsmim Zokirov Mirjalol Qosimovli. 1916 yilda tug'ilganman. Nechi? 1996 yil. Qayloq tumani, O'rta qishloq mufidi. Tepaqushloq dedingiz. Eski ma'lumot bazasida Tepaqushloq qolib ketgan. O'qidingizmi? Ha? Savol javob tayyormisiniz? Yoshlarga oid. Men sizning Sobit yoshlar ishlaringizni tayyorlagan bo'lim rahbarimiz. Zolib G'iyosovdan yetakchilar bilan ishlash bo'yicha bosh mutaxassis, shu'ba mudiri o'rinbosar. Sizlar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan xodim. Yoshlar yetakchisi lavozimga topshirgansizda, nima aytmoqchi yoshlar yetakchisi nima qilayotgan, nima ish Yoshlar yetakchisini vazifalari bor ekan. nima ish qilayotgan? Masalan, mahallada yoshlar to'g'risida ma'lumotlar to'playdi. O'qish joyi, bandligi, oilaviy ahvoli, yoshlar daftari bilan ishlaydi, yoshlar balansi bilan ishlaydi, yoshlar portfelini yuritadi. Yoshlar nima qiladi? Portfel. Yoshlar portfel. Platforma. Platforma orqali onlayn. Umuman yoshlarni bekorchi vaqtini bandlik bilan ta'minlaydi. Bo'sh vaqtini bandlik bilan ta'minlaydi. Yosh deganda nima tushunasiz? Yosh deganda, Yosh deb kimlarga aytiladi? yosh deganda masalan, Birinchi savol bo'lsin. yosh deganda tug'ilgandan boshlab shu 30-35 yoshdagi atrofdagilar agar kasbga yo'naltiradigan bo'lsak, yangi o'qishni bitirgan bo'lishi mumkin. Yosh. To'g'rimi? 35 yosh. Institut tugatdi. Shug'ullar ishlaysizmi? Yo'q, 30 yoshdagilar bilan ishlaymiz. 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar bilan. Yosh deb kimga aytiladi? Shuni ta'rifini bering. Yosh deb ma'naviy tomondan hali yetib bo'lmagan shaxs, qiziquvchan, intiluvchan, tashabbuskor, o'z ustida ishlaydigan deb bilaman. Yosh deb endi men aytsam maylimi? Yo'q, Aha. noto'g'ri javob berdingiz. Yosh deb 14 yoshga to'lgan, 30 yoshdan oshmagan fuqarolarga yoshlar deb aytiladi. Ta'rif. Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonunni bilasizmi? Nechta bob, nechinchi yil qabul qilingan, nechta moddadan iborat? 2020 yil 23 sentyabrda adashmasam qabul qilingan. Adashingda. Oxirigacha aytib o'ting. Nechta bob, nechta modda? O'qib ko'rgansizmi hech? Tanishib chiqdim, umumiy bobni ko'rdim. O'sha yoshlar to'g'risida ma'lumotlar berilgan, lekin ichini ochib ko'rmadi, ichi chuqurlashib ko'rmadi. Qaysi sohaga topshiryapman deb qiziqib ko'rmaymiz. Menga qiziqdi. Qiziqmaydimi? Qiziqmadan ko'radida. Ha. Javob 2020 yil 23 sentyabr. Shundaymi? Ha. Javob noto'g'ri. 2016 yil 14 sentyabrda qabul qilingan 4 ta bob 30 ta moddadan iborat. Oson savol beraman. Qayerda tugatgansiz? Samarqand davlat universiteti maktabgacha ta'lim yo'nalishi. Yoshlar ishlari agentligi loyihalarini sanab bering. Yoshlar ishlari agentligi loyihalarini bir qator yirik loyihalar olib borilyapti.
Yoshlar ishlari agentligi tomonidan, masalan, yoshlar daftari, Yo'q. yoshlar media, Loyihalar. Bu loyihaga kirmaydi daftarlar. yoshlar Yoshlar ishlari agentligi loyihalarini qanaqa? 20 dan ziyod loyihalar mavjud bu. Shulardan Yosh kitobxon loyihasi, Ibratli farzand loyihasi, Yoshlar kelajagimiz loyihasi yoki bo'lmasam IT sohalarida o'zini ko'rsatadigan yoshlar, Yigirmadan ortiq loyihasi bor dedingiz. Uni birontasiga a'zo bo'lgansizmi? yo'qligi a'zo bo'lmagan. Javob shu. So'zlasam ular. Aha. Yoshlar ishlari agentligining 5 ta loyihasi bor. Ibrat akademiya, Mm. UzChess, Mutolaa, Ustoz AI, Qizlar akademiyasi 5 ta loyihasi. Savol beraymi endi? Right. 5 tashabbus olimpiadasini 5 ta tashabbus sanab beraylik. Madaniyat va san'at, sport, Yo, to'g'ri. San'at, sport. To'g'ri yozib bo'ldi. masalan, madaniyat va san'atda yoshlarni bu baxshichilikka, turli xil festivallarga qatnashishga undash, sportda yoshlarimizni turli xil nimalarda rivojlantirish, chiniqtirish. Keyin IT sohasi, axborot texnologiyalari va xotin-qizlar bandligini ta'minlash. Nechta? 5 ta. Birinchi tashabbusda aytding, 5 ta tashabbus sanab bering. Sport va madaniyatda birinchisi sport, adabiyot va san'at. Ayting nima? Adabiyot va san'at bu yoshlarni adabiyotga bo'lgan qiziqishini oshirish, huquqiy bilimlarini, savodxonligini oshirish, baxshichilik, qo'shiqchilik, milliylikka undovchi Ikkinchisi targ'ib. Sportni rivojlantirish. Ikkinchisi axborot texnologiyalari, IT sohalari bo'yicha. to'rtinchi 4 xotin-qizlar bandligini ta'minlash. 5. 5-sinf. Eng muhim nima o'qiyapti? Nima bo'lasiz? Yoshlar bilan ishlash aloqasi bor. Hazil yoshlar bilan Ha, yo 5 tashabbus yoshlar. eng muhimi, hozir eng ko'p tanlovlar, tariflar beriladigan narsa. Eng ko'p o'qiyapti. 4-chi maosh. Kitobxon. Qonunchilik Birincisi xotin-qizlar man. Buni qisman javob ber. Savol bering 6-chisini shuni. 5-chi. 5-chisini savol bering. Hop, yoshlar yetakchisi nechta vazifasi bor? Yangi chiqqan bo'lish. vazifasimi? Bir qancha vazifalari mavjud. Nechta? Soni 1, 2, 3, 4, 5, 6 deb yozib qo'y. Noto'g'ri ko'p. Hujjat. 4 ta vazifasi bor. Yoshlar yetakchisi. Bilasizmi? Mahalladagi yoshlarni ro'yxatga olish, yoshlar daftari Yoshlar balansi va xizmatlarni yuritish, ikkalasi bitta. Bitta. Daftar, barnamiz, xatni olish, xatni o'qimas bitta. Qolgan Ikkinchisi.
bilasizmi? Ya, Hı? ismini kelmadi. Savollarga e'tibor bormi? Yo'q. Sizga 5 ta savol berildi, 5 tadan qisman javob berdingiz. Yarim javob berildi. Savollardan e'tirozingiz bormi? Yo'q. Javobni listangizga o'tadi, sizdan keyingi nimani qarorni kiriting. Rahmat. Ayting kirsin. Davom eting. Kichik o'tiring. Ishqulov Javohir. Ishqilib javob bering. Pul qo'ygan dedingizmi? Jonbek xonani. Her türlü okuyan Özbekistan bilimdiriz. Tarih, Fakultet. mamlakatlar ve inançlar bilinci. Tanıştırın dedim. Tanış oraya gittiler ama. Men Ishqulov Javohir Zarifjonovni 2003-yilda Samarqand viloyati Jomboy tumanida tug'ilganman. Ma'lumotim oliy. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining tarix fakultetini tugatganman. Zavruşunu okuyansın. Vechering. Vecilini okuyun. Yoshlik kimga aytiladi qarshi? Javob. Yoshlik Yoshlik kimga aytiladi? yoshlik bu qanaqa terminmi yoki Termin. umumiy Termin. Gelin. yoshlik yoshlar yetakchisini vazifalari 14-30 yoshda. 14-30 yoshda Yoshlik kimga aytiladi? Bazı yetakchi bazı fasıl so'rayapmiz. Yoshlik kimga aytiladi? Uni kim navbat keladi? Bas. Yosh shu voyaga yetmagan shaxsga nisbatan yo'q, mana hozir aytyapmiz. Yosh terminni bilib so'radingiz. Termin deyapmiz. Yoshlarga davlat to'g'risida qonunda bor. Yosh keyin, yosh mutaxassis keyin, yosh oila keyin o'shalarni ta'rifi bor. Xuddi shuni hozir buni ham ta'rifini aytib bering. Yosh deb kimga aytadi? ta'rifini to'g'risi hozir o'qiganda bo'ldim, lekin hozir Yo, hozir aytdingiz, o'zingiz sizmi qoldingiz? Shu narsani e'tibor bilan, diqqat bilan. o'sha voyaga yetmagan yoshlarga nisbatan Qancha voyaga yetmagan? Necha yoshda voyaga yetadi? Nima faqat biz voyaga yetmaganlar bilan ishlaymizmi? Yoshli 14 yoshga to'lgan, 30 yoshdan oshmagan yoshlarga nisbatan aytiladi. Biz o'sha qamrovni shular bilan ishlaymiz. 14-30 yosh deyilganda chunki 14-30 yosh deyilgan shu narsani aytib bera olmadim. Xo'p, keyingi savol. Yoshlarga oid qanaqa siyosiy haligi hujjatlar o'qidingiz? Qonun normativ hujjatlar o'qidingiz? Buni ta'siri qilmadi savol berish. yoshlarga oid 92-sonli 2022-yil 19-yanvardagi prezident qarori shunga to'g'ri keladi. Adashmasam mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risidagi Qaror. ya'ni Ya'ni yoshlar yetakchilari faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha Xo'p, demak 92-sonli qarordan savol beraman. Yoshlar yetakchilarni imtiyozlarini aytib bering. Qanaqa imtiyozlar bor ekan? yoshlar yetakchilarining imtiyozlari yoshlar yetakchilariga Siz qiziq ko'rdingizmi shunga? qiziqib ko'rganda emas, lekin hozir savollar sal O'sha 92-sonli qarorda yoshlar yetakchilari imtiyozlarini keltirilgan. Keltirib o'tilgan. o'sha yoshlar balansini shakllantirish, yoshlarda Yo'q, u yoshlar boshqa narsa vazifalari. Imtiyozlar, imtiyoz. O'sha yetakchiga qo'llaniladigan imtiyozlar haqida. imtiyozlari O'qiganingiz bor ichida. o'qidim, sal o'qisayapman.
imtiyozlar. Bilasizmi? Sal tayanch berib olamiz. Hozir. Bu misol uchun har chorakda nima berilishi mumkin? Agar O'sha KPT oliy qilish bo'yicha, to'g'rimi? yo'q, KPI u bor, o'zi bor. Men aytayotgan narsa yoshlar yetakchilariga qo'llaniladigan imtiyozlar bor-da u yerda. 92 son. O'sha Boyagi 100 ta yoshlar yetakchisini saralab olish to'g'risidagini aytyapsiz, to'g'rimi? bu top 100 ga kirish. Top Değil 100 misin? ga kirish. O'sha 100 ta yoshlar yetakchiligini saralab olib, ularga qanaqadir mukofot pullar ajratiladimi yoki qanaqadir imtiyozlar beriladi, to'g'ri? Hozir Ya o'sha imtiyozlarni ayting, birma-bir sanab bering, o'qigan bo'lsangiz. O'qimagan bo'lsangiz, esingizda bo'lmasa ayting, bilmaymiz. Bitta axborotingiz bor, bitta savol. keyingisiga o'tamiz. Keyingi savol. Yoshlar ishlari agentligi loyihalarni sanab bering bitta. Bilasizmi? Nechta loyihasi bor? Qaysidir? Men. Jadvaldan tashqari savolmi, umumiy Yo, shu chekib ketadi. Ichida. 5 ta bor ichida. Hozir kim chiqamiz degan bir xil savol beryapti. Hozir san eng oddiy elementar savol berdi. Yetakchiman bo'lish uchun nima ish kerak bo'lgan savol. Bilasizmi? Ibrat farzandlari. Xo'p. Ibrat farzandlar shu yerda bitta qarama-qarshi savol berib ketmoqchiman sizlarga. Ibrat farzandlarini boyagi nizomda mutlaqo tekin yoshlar o'zini ustida o'zi ishlash uchun deyilgan joyi bor-da matnda. Lekin nimaga ilovani yuklab olganda qanaqadir to'lovlar chiqyapti? Bu bitta menda emas, Superstar pullik. Superstar. Oy, misol uchun Farzandlar bepul. 27 ta tilda bepul o'rgansangiz bo'ladi. Misol, IELTS ham bepul o'rgansangiz bu boshqa. Faqat Superstar bu sun'iy intellekt, qo'shimcha dasturlar, qo'shimcha ishchi kuchi mablag' talab Ibrat farzandlarini oldimda kiryapman, lekin to'lovi bor deyapti. Nizomda lekin unaqa emas deydi. Mana misol tushungan hozir. To'lovi yo'q deb kirsangiz bo'ladi. Ibrat farzandlar shuni ochasiz. To'lovi yo'q haligilar ham bor. 27 ta til bor, to'lovi yo'q. Agar Men to'lovi Superstardan foydalanaman. Lekin to'lovi yo'g'ida ham o'rgansa bo'ladi, to'g'rimi adashmasam? Siz loyihalar sanab bering, keyin oxirida savol berasiz. Endi Agentlik o'tib loyihalarni ketay dedim-da. oxirida nima to'g'ri bo'lsa, berib ketasiz. Hech kim norozilikka chiqmaydi dedi. Nima rozi? Ibrat farzandlari asosan shu loyiha ustida hozir keng ko'lamda 5 ta loyihani sanab bering, agentlik 5 ta loyihasini. bu ibrat farzandlar bitta. Ibrat farzandlar birinchisi. Qolgan 4 tasini sanab bering. Nimasam kerak qolgan to'xtasin. Ibrat farzandlar, mutolaa, ustoz, ayol qizlar akademiyasi 5 ta loyihasi. 3-chi savolga ham javob bera olmadingiz. Yoshlarga oid davlat so'rovnoma to'g'risida qonun bilasizmi? Qachon qabul qilingan, nechta bor, nechta muddatdan bor? Yoshlarga davlat siyosati to'g'risida qonun. 92 ni aytyapsanmi? Yoshlarga davlat siyosati Qonun. Yoshlar O'zbekiston Respublikasi qonun. Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi qonun. 5 ta tashabbusdan shuni ichiga kirib ketadi, to'g'rimi? hamma narsa kirib ketadi. O'zbekiston 12 son qarorda aytyapsizlarmi shuni? 406. 406. Qonun deyapti, qaror deyapti. O'zbekiston Respublikasi qonuni. Qonun qarordan ustun. Farmondan, qarordan qonun ustun, bilasizmi? Qonun so'rayapman. Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida 406 son O'zbekiston Respublikasi qonuni. Bilasizmi?
Ne yapılmasın diye. 2016-yil 14-sentyabrda qabul qilingan. Ha, Qarang, to'rtta Keyin- uchta moddadan so'radi. 2016-yilligini esladim to'g'ri. Oson savol beraman. Yosh mutaxassislik kimga aytiladi? Yosh mutaxassis. Yosh mutaxassis. Volontyorlik bilan aloqasi Yo'q, yo'q. bo'lganmi? Rasmiy ish bilan shug'ullanadigan bo'lsa. Mutaxassis. 35 yoshdan oshmagan holatda to'g'ri. Yosh mutaxassis. Yosh mutaxassis. Javob bormi? Yo'q, keyingisi. Bo'ldi, 5 Bo'ldi, oxirgisi. 5 ta savol berdik, bironta to'g'ri. Yolni olasiz, tushundik. Kelishgan gibi yo'qoladi. Savollarda e'tiroz bormi? Savollardan e'tiroz yo'q, men shaxsiy savolim bor. Mhm. Shaxsiy deydi. Meni nogironligim bor. Mhm. Suhbat jarayonida ustunlik beradi deb ko'p joylardan so'rab surishtirib eshitdim. Shu bo'yicha Yoshlar ishlari agentligi qanaqa aniq konkret javob bera oladi? Bor narsami, yo'q narsami? Bor narsa. Bor narsa. Bor narsa. Endi baribir ozgina bo'lishim kerak-da, lekin bu ham. Tayyorlanib kelishgan. Degan savollarni ikkinchi guruhmi? Ikkinchi Yana ikkinchi guruh. Bo'lyaptimi? guruh farqi bor. Nima bu? Qaydan to'xtatib qo'yadi? Mana shu. Nima ikkinchi? Yuradi qoldi. Tanishtiring o'zingizni. Men Samarqand shahar Do'stlik mahallasida yashayman. Ma'lumotim oliy. Hozirda ishsizman. Qachon qayerda o'tgansiz? Qayerda? Qachon qayerda tugatgansiz? 2023-yil O'zbekiston Finlandiya pedagogika institutining matematika va informatika yo'nalishini tugatganman. 2005-yil? 25 shu yil. Yo'q, boshini tanishtiring o'zingiz. Men Shanazarova Iroda Oltinqizi, Samarqand shahar Do'stlik mahallasida yashayman. Ma'lumotim oliy. 2023-yilning yilda O'zbekiston Finlandiya pedagogika institutining matematika va informatika yo'nalishini tamomlaganman. Bugun sohangizda ko'rmadingizmi ish? O'zim sohamda ish ko'rdim. Qiyinlik qilmaydimi sizga bu yerga kelish? Bilasizmi mahallani? Qayerda ekanligini? Yo'q, birinchi marta kelishim. Tavakkal topshirdingizmi? Yo'q, boshqa joylarga topshirganman. Endi birinchi shunga keldim. Hozir bu yerga faqat suhbat uchun keldingizmi, ishlayman deb keldingizmi? Suhbatdan o'tish uchun keldim. Tushundim, suhbatdan o'tgandan keyin ishlamoqchimisiz? Ha. Yoki shunchaki qanaqa bo'lar ekan suhbat? Yo'q, ishlamoqchiman agar iloji bo'lsa-da. Misol agar hozir savollardan yaxshi javob berib, o'zingizni aktiv ko'rsatadigan bo'lsangiz, qoniqtiradigan bo'lsangiz, komissiya a'zolarini o'tadigan bo'lsangiz, bu yerga endi yo'q, menga noto'g'ri chap ekan. Bizni o'zi eng chekka mahallalarimizdan bittasi u. To'g'ri borgandan keyin mana ichkariga 5-6 kilometr ichkariga kirishingiz kerak. Shuning uchun siz bilasiz qishloq joy. Shuni aytyapman-da, qishloq joy, chekka joy. Ertaga qatnashingiz, qiz bolasiz. Qo'pol aytganda
Endi har qanday sharoitda, har qanday holatda to'g'ri, ayollarimizdan, xotin-qizlarimizdan ko'ra ko'pchilik o'zini mahallasida ishlaydi, o'zini mahallasi biladi, chekkadan kelgansiz, shuning uchun bu tavsiya etiladi. Hech qachon biz xursand bo'lamiz, qancha nomzodlar ko'p kelsa, ligimiz yo'q, e'tirozimiz yo'q. Xo'p, demak o'qidingizmi? Qonun qarorlari hammasini o'qidingizmi? Xo'p. Yosh deb kimga aytilarki? Yosh deb jamiyatdagi fuqarolarning 11 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston Respublikasi barcha fuqarolar yosh hisoblanar ekan. 12 yoshdan 30 yosh. Ha. To'ldiribroq ayting qani? Bilasizmi? To'ldiribroq ta'rifni ayting qani? Jamiyatimizdagi 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolaridir. 14 yoshga to'lgan, 14 30 yoshdan oshmagan bo'lishi kerak. Xo'p. Ikkinchi savol. Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonun qachon qabul qilingan? Necha bob, necha moddadan iborat ekan? 2016-yil 12 avgustda qaror qilishga berilgan va shu yil 26 avgustda Senat tasdiqlagan va o'sha 2016-yil 14 sentyabrda esa O'zbekiston Prezidenti joriy qilgan. Hop, necha bob, necha moddadan iborat? Mana yilini, sanasini to'g'ri aytdingiz. Bob moddasini biting. Bob 6 bo'lim 27 bob 155 miqdor. Konstitutsiya. Konstitutsiyasi. Buni ham konstitutsiyadan noto'g'ri. Xo'p. Uchinchi savol. Xo'p, 92-sonli qaror o'qidingizmi? Yoshlar yetakchisini qanaqa imtiyozlari bor? Imtiyozlari boyagi yoshlar bilan shug'ullanishi, shuni aytasizmi? Imtiyoz. Yoshlar yetakchisini o'ziga berilgan imtiyoz. Xodimni o'ziga berilgan imtiyoz. Yoshlarga emas, yoshlar yetakchisiga berilgan imtiyoz. Bilmaysiz. Xo'p. 4-chi savol. 5 tashabbusni ketma-ketlikda tartib bilan aytib bering qani. Birinchisi san'at, ya'ni musiqa, ta'lim yo'nalishiga jalb etish. Ikkinchisi esa sport bilan shug'ullanish, ya'ni yoshlarni sportga jalb qilish. Uchinchisi esa axborot texnologiya, ya'ni IT sohasini rivojlantirish. To'rtinchisi esa beshinchisi xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash edi. To'rtinchisi Xotin-qizlarni ham qo'llab. xotin-qizlar ish bilan ta'minlash, bandligini ta'minlash. To'rtinchisi nima hozir? Xo'p, zarf yo'q, bulardir. Bulardir. 5-chi savol. Yosh mutaxassis deb kimga aytiladi? Yosh mutaxassis deb o'zining o'z tanlagan kasbini tugatib, bo'yicha ish faoliyatini olib borgan, ya'ni 30 yoshgacha bo'lgan holatda o'zini kasbida, mutaxassisligida ishlagan yoshga, insonga, fuqaroga aytiladi. Masalan, men o'zim kasbim bo'yicha shug'ullanadigan bo'lsam, o'sha yosh mutaxassis bo'laman. Yoshlar agentligi loyihalarini aytib bersangiz. Yoshlar agent loyihalari, yoshlar balansi,
yoshlar daftari, keyin Yoshlar ishlari agentligini loyihalar. Ular u tizim u. Qilinishi kerak bo'lgan ishlar u, loyihalar. yoshlar ishlari balans loyihasi bor edi. Yo'q, u loyiha. To'g'ri, u ham loyiha, lekin u ishga tushgan haligi nima deydi, vazifa u. Yoshlar balansi ham platforma u. Yoshlar daftari ham. Bu ham qisman u qandaydir loyiha haligi qilsak bo'ladi, lekin u bizda boshlansa kerak. Loyiha bugun hamma joyga taqdim qilinadigan loyihalar. Shu loyihalar aytib beryapman. Eshitganmisiz o'zi? Bilmaysiz. Avrat farzandlari, mutolaa, Avrat farzandlari. ay, O'zim ham Qizlar foydalanaman. akademiyasi. Bular yoshlar faoliyatini loyiha. Rahmat singlim. Demak, 5 ta savoldan ikkita qismi, ikkita to'liq javob berdingiz. Jami 3 bor. E'tirozlar bormi yo'qmi savol? Javobni nechta beradi? Ayting, siz Orolov Feruz Aslomovlar. tanishdingiz. 1999-yil 26-sentyabrda Uzgun tumani Zarafshon mahalla fuqarolik yig'inida tavallud topganman. Ma'lumotim oliy. 2021-yil, 2025-yillar davomida Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining bakalavriat yo'nalishi bo'yicha tamomlaganman. Qaysi yo'nalish? Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishi bo'yicha. Demak, mahallani bilasizmi qayerda ekanligini? Ha. Qayerda joylashgan? Zarafshon daryosi bo'yi atrofida joylashgan bo'lib, Xaritadan ko'rib olamiz. shunday. Xaritadan ko'rib. Sizga chap emasmi? Yo'q, men Jartepadanman o'zim. Bu usta ekan. Xo'p, demak. 5 ta savol beriladi. Hop. 5 ta savol. Har bitta savolga 1 daqiqa vaqt beriladi. Demak, O'ylab olish uchun 1 daqiqa javob berishingiz, o'ylashingiz hammasi 1 daqiqa ichida bo'ladi. Hop. Normal bo'ladi-da. Xo'sh, demak, birinchi savolimiz. O'zbekiston Respublikasi Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonun haqida gapiryapman. O'zbekiston Respublikasi Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonunni ko'rib chiqadigan bo'lsak, 2022-yilda qabul qilingan qonun bo'lib, bu yoshlarni eng pastki qatlamdan boshlab egallab olish, ya'ni qamrab olish, uning har bitta yoshning eng chekka hududdagi yoshlarga ham alohida e'tibor berish. Ya'ni biz yoshlar deydigan bo'lsak, hozirgi kunda bu qonun bo'yicha 30 yoshgacha bo'lgan mahalladagi uyushmagan aholining qatlami bilan ishlash bo'yicha amalga oshiriladi. Bular ko'radigan bo'lsak, birinchi очередda ish bilan band bo'lmagan aholi, nogironligi bo'lgan, ijtimoiy ahvoli og'ir va kambag'al oila farzandlari uchun asosiy e'tibor qaratiladigan yo'nalishlardan biri hisoblanadigan qonun hisoblanadi. Bundan tashqari Qachon qabul qilingan, nechta modda, necha bobdan iborat? 30 ta moddadan iborat menimcha 22-yilda yanvar oyida qabul qilingan. Noto'g'ri. Keyingi savol. Yoshlar ishlari agentligining loyihalarini bilasizmi? Loyihalar Ibrat farzandlari, kelajak kasblari, 1 million dasturchi va boshqalar. Noto'g'ri. Bitta farzandlarni tinchlanmay to'g'ri. Eshitmaganmisiz? Ibrat farzandlari ustozi ay O'zim ham Ibrat farzandlarida o'qiganman. Mutolaa, Qizlar akademiyasi, Ular hammasini bilaman. nima aytmadingiz? Xo'p. 3-savol. Xo'p, yosh oilada kimga aytiladi? Yosh oila deb 30 yoshgacha bo'lgan aholining turmush qurgan oilalar yoki bo'lmasam 30 yoshdagi yolg'iz ona yoki otalar hisoblanadi.
30 yoshgacha, misol uchun 18 yoshda er ham, 18 yoshda xotin ham turmush qurdi, 30 yoshga kirdi, ular yosh oila hisoblanadimi? Labay. 18 yoshda turmush qurdi er xotin, 30 ga kirdi, ular yosh oila hisoblanadimi? 30 ga kirdi. Hmm. 18 yoshdan 29 ga kirdi, 18 yosh turmush Ha. qurdi. Endi men sizga ta'rifini beraman. Yosh oilada 18 yoshdan 30 yoshgacha turmush qurganlar, turmush qurganiga 3 yildan oshmagan bo'lishi kerak. Tushuntiradimi? 3 yildan oshmagan. Ha, shu Endi unisi ham 21 yoshgacha yosh oila, 3 yildan oshsa yosh oilasi. 30 haligi shunisiga o'rtada yiliga e'tibor bermagan ekan. 30 Qisman bu. Qaysi savol berdingiz? 4-chi savol berish. Endi qonunda aytib bera olmadim, loyihalarda aytib bera olmadim. Ya loyihalarda to'liq endi 1 minut deganingiz uchun vaqt cho'zmay dedimda, loyihalar hammasini bilaman. Ha, boshdan san 5 ta loyiha bor. Ha, endi mana aytdim. Bir Aytganingizda bitta men 1 million dars uchun maktabda ishlab yurgan paytim bor edi. Bu yoshlar ishlar agentligi tashkil topmasdan oldin bor edi bu loyiha. 1 million dars. Kelajak kasblari ham oldindan bo'lgan narsa. Bu endi loyiha yoshlar yetakchiligi bo'yicha ishlaydigan shu yoshlar yetakchisining Yo'q. ko'rishuvi. Yoshlar ishlari agentligini loyihalarini so'raganmiz. Biz ibrat farzandlari, kelajak kasblari 1 million dars Faqat mutolaa ustozai endi o'shalarga aytish kerak. 4-chi savol. 4-chi savol. 5 tashabbus olimpiadasi doirasida Hop. qanaqangi haligi tadbirlar bor? San'at va madaniyat tadbirlari. Birinchi o'rinda O'tkazilgan, tashkil etilgan. yoshlarni kitobxonlikka jalb etish, San'at va madaniyat deyapman. san'at va madaniyat. Yo'nalishda birinchi tashabbus doirasida qanaqa tadbirlar, tanlovlar o'tkazildi shu yil? Bu haqida ma'lumotligingiz. 5 tashabbus olimpiadasini bilasizmi? 5 ta yo'nalish bo'yicha shu kitobxonlikka jalb qilish, qizlarni tikuvchilikka jalb qilish, Ko'pchilik Xotin-qizlar bandligini ta'minlash. xotin-qizlar bandligini ta'minlash. Bu 5-chi savol. Oxirgi savol. Demak, yoshlar yetakchisining nechta vazifasi bor ekan? Va Nechta? oxirgi chiqqan farmonda aytilgan yoshlar yetakchisi faoliyatiga doir bo'lgan farmonda Birinchi ochilishda, birinchi navbatda qaraydigan bo'lsak, mahalladagi yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni umummilliy qadriyatlarga asoslangan holatda tarbiyalash, ularni mehnat bozoriga kirib kelayotgan yoshlarni o'z mas'uliyat hissida, o'ziga nisbatan mas'uliyat hissida tarbiyalashga qaratish. Yana qaraydigan bo'lsak, uyushmagan yoshlarni mahallada ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish. Yana qaraydigan bo'lsak, nechta vaziyat bor ekan shunda? vazifasi aniq sonini bilmayman, lekin mana shular qatorida sanab o'tsak, Yoshlar doirasida oxirgi prezident farmoni qaysi? Farmonda yo'q. 92-chi, yetakchilarni faoliyati bo'yicha. 92-chi, PQ 92da oxirgisi. PF 163 2025-yil Ay, 10-sentyabrda chiqdi. 92da nechta yetakchining vazifasi bor? Keyin 17 ta ko'rsatilgan. 4 ta asosiy vazifasi bor. Yo, haligi subsidiyalar adashtirman, subsidiya va haligilar ajratib Nechta qo'yildi. 92? U hozir sanaganlarida. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Sanagan. Yo'q, 17 ta yordam turini aytyapsiz-ku. Ha. Nechta? Nechta yordam turi bor ekan? 17 ta. Yo'q, 13 ta. 13 ta. 13 ta. Sizlar bitta narsaga e'tibor beringlar-da. Ana kelayotgandan oldin, topshirishdan oldin bir o'qish kerak, yangisini. Nima ish qilayotgan yetakchi? Qaysi qaror bilan yetakchi tashkil etilgan ekan? O'zgarib boryapti-da. Uni bilish kerak-da. Anaqa o'qidim, faqat 92-chilarga. Qo'ldanikida boshida 22 ta edi. 92-da. 30 ta bo'ldi loyihalar. Foydalanish yetakchi tomon qilinish bo'yicha, yordam ko'rsatish usullari bo'yicha.
Bundan keyin mana 13'te 3. 5 ta savol edi. Bittasi qisman bergansiz. Mana javob berolmayman. Savolingizda e'tiroz bormi? Yo'q. Aha, javobni olasiz. Tushunarli. Ingisini chaqiring. Tarix, nada. Yoshlar yetakchisi vazifasi 2022 yilda 19-yanvarda Prezident 92-son farmoni asosida tashkil etilgan. Avval birinchi kamlot shaklida Ma'muriyat emas, bu yoshlar yetakchisi ma'muriyati tashkil etilgan. yoshlar ittifoqi 2022 19-yanvarda Prezident farmoni bilan tashkil etilgan. Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonunni bilasizmi? Qachon qabul qilingan, nechta modda, nechta bobdan iborat? Yo'q. 2016 yilda qabul qilingan 14-sentyabrda to'rtta va 33 ta moddadan iborat. Yoshlar ishlari agentligi loyihalarini sanab bering. Loyihalarni yoshlar daftari 5 ta loyihadan iborat shuni. 5 ta loyihadan iborat yoshlar daftari yoshlar daftari yoshlar balansi işte Bilasizmi? shu 5 ta loyihadan iboratligini bilaman. Shu birinchisi yoshlar daftari edi, yoshlar balansi, Yoshlar agentligi loyihalari. Adam Yo'q. Bitta formula qolib bitgan ekan. Yani o qatnashgan. Yoshlar agentligi 5 ta ro'yxati bu. Ibrat farzandlari, o'zchek, mutolaa, ustoz G'ayib qizlar akademiyasi. Yoshlar daftari yo'q bo'lish. Yosh deb kimga aytiladi 5-chi? Labi Yosh deb kimga aytiladi? Ochamiz. faqat shu yosh so'zim, yosh deb nimaga kimga aytiladi? Yosh deb shu Tarifi bormi? tarifi Bu bitdan bu arada. ma'lum bir muassasa yoki o'qishni tamomlagan yosh Ya o'zini ma'lumotini qo'yish kerak-da. Buni ma'lumoti yangilanadi. Sifatdan aka olib chiqaylik gapirishimiz. Yoshlik kimga aytiladi? bir tarifini bilaman. 14 yoshga to'lgan 30 yoshdan oshmagan yoshlarga yosh kerak. 5 ta savol berilgan, 5 ta savollardan qanchasiga javob berolmaydi. Savollardan e'tirozlar bormi? Yo'q. Javobini litseyga yozamiz, litseyga olamiz. Algoritmga litseyga yozamiz. Bo'lib chiqadi.
Bu bitta bola turibdi, yor degan shu zamonga ketdimi? Qaysi bir? Olib, qism bo'lib turibdi. To'rtta. Hı? Ha işte bu. O'zim bilmadim. Ha. Men Xolmat Bobur Akbarjon o'g'li. Hı hı. Evet. Ha, O'zbekiston mahallasida yashayman. 26 yoshman. Ma'lumot oliy Samarqand davlat universitetining tarix fakultetida tugatganman. Yoshlarga oid qanaqa bir farmon qarorlar o'qidingiz? Xo'p, 92-sonli qaror, 96-sonli qaror, keyin 163-farmon. 92 sonli qaror qachon qabul qilingan? 2022-yil 19-yanvar kuni. Yoshlar yetakchisining nechta vazifasi bor ekan shu qarorda? Yoshlar yetakchisini 5 ta vazifasi yozilgan. Nechta ekan? 5 tasini. Hı hı. Yoshlik kimga aytilar ekan? Yosh deb shu balog'at yoshiga Yoshlik kimga aytilar ekan? 14 yoshdan kichkina bo'lmagan va 30 yoshdan katta bo'lmagan odamlarga yosh deb aytiladi. Yoshlar ishlar agentligi loyihalarini sanab bering. Nima? Yoshlar ishlar agentligi loyihalarini sanab bering. 5 ta ekan. Masalan, Bilasizmi? bilmadim, esimga chiqmaydi. Hop. Yoshlar yetakchisiga qanaqa imtiyozlar bor ekan? Yoshlar yetakchisiga qanaqa imtiyozlar bor ekan? Imtiyozlar Hı. Bilasizmi? yo'q, imtiyozlarni bilmayman. Osonroq to'g'ri. Eng osoni mana shu deydi. Hop. 63 son farmonda yoshlar yetakchisining nechta vazifasi bor ekan? 5 ta vazifasi. Bitta o'zingiz qo'shib yubordingiz. 4 ta vazifasi bor. O'qidingizmi o'zi? Uncha esga qolmadida. O'qidingizmi? Normal javob bering. Ha, o'qiganman. Hop.
Javobini olasiz, ishonchga olaman. Savollarga e'tiroz yo'qmi? Savollarga e'tiroz yo'qmi? Yo'q, e'tiroz yo'q. Rahmat. Buni o'tiring oldiga, to'g'ri. Tanishtiring o'zingizni. Elor Abdusalom Abdunabi o'g'li. Taraqqiyot mahallasi Pachki qishlog'i. Qayerga o'tgansiz? Yo'nalishingiz nima? Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat pedagogika institutining ta'lim yo'nalishida o'qiyman. 5-bosqich talabasiman. Sirtida o'qiysiz? Sirtqi ta'lim. Xo'p. Qaysi qaror farmondan o'qib chiqdingiz? Yoshlar bo'ladi. Yoshlarga oid O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasi nimasi? Nima uchun? Prezident qarori 092 sonli Necha? 92 092. 92-sonli 92 sonli qarorni o'qib chiqdim. qachon qabul qilingan? 2022-yil 19-yanvarda qabul. Yoshlar yetakchini qanaqa imtiyozlar bor ekan? Nimalari? Qanaqa imtiyozlar bor ekan? 92 inson qaror bo'yicha yoshlar yetakchini imtiyozlari bor. Yoshlar yetakchisining imtiyozlari 92 son qarorining 1-lavhasida ko'rsatilgan. Xo'sh, imtiyoz cheklangan, yoshlarga, mahalla kesimida yoshlarga, imtiyoz cheklanganlarga haydovchilik guvohnomasini olish, Yoshlar yetakchilarning imtiyozi haqida gapirdi. yoshlar yetakchilarining imtiyoz haqida. Yoshlar yetakchilarining imtiyozlari. Xo'sh, bularga kiradi. Yoshlar yetakchilarining imtiyozlari. Xo'sh, subsidiya asosida yoshlar yetakchisi yaxshi ish davomida olib borilsa, mahallada yoshlarni uyushmagan yoshlarni uyushtirib, xo'sh, zakovatlarni tuman bosqichlariga olib chiqib, respublika bosqichlariga olib chiqib, nimalarga KP ball hisobida rag'batlantirish beriladi. Undan tashqari ipoteka bank nimasidan uy-joyning 50%gacha to'lab berish va KPI'da nima berilgan? KPdan xo'sh, ishlash jarayonidagi yaxshi nimalarni amalga oshirsa, yoshlar yetakchi, yosh bolalar nimalarni jalb qila olsa, KP hisobida mablag' ajratiladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida yoshlarga oid huquq va moddalar nima qilingan, yangilangan tarzda qo'shilgan. Bular qaysi huquq va qaysi moddalar? O'zbekiston Respublikasining yoshlarga oid moddalar Yoshlarga oid Konstitutsiyasida nechanchi bob, nechanchi moddalar? birinchi bob 3-modda. Aytib bera olasiz? Men to'g'ri aytib olmayman. Yoshlarga oid Konstitutsiyani javob beraverasizmi? 14-bob oila, bolalar va yoshlar bobi qo'shilgan. 76, 77, 78, 79 moddalar qo'shilgan. Bundan tashqari mahallalar nimasi 105, 120, 120 Mahallalar yoshlar bobi bu. Faqat yoshlar bobi. Oila, yoshlar, bolalar. Yoshlar ishlar agentligi loyihalarini sanaylik. Loyihalari farmonda loyihalar emasmi? Yoshlar ishlar agentligi loyihalari bo'ldi. Men beshalasini qo'ydim. Yetakchilarning hamma yoshlar. Bitta loyihasida 10,000 nafar tuman yosh qatnashadi. Bittasida 7,000 nafar yoshlar foydalanadi. Tumanimizda o'zlari foydalanadi. Yoshlar. 10 millionlab yoshlar foydalanadi. Loyihalar. Yoshlar portali,
yoshlar daftarchasi, xo'sh, yoshlar baland Nima degani? yoshlar daftari. Maydamakmi daftarchi? Ko'rgansiz? Onalar Instagramdan iborat. bu qiziqmagansizda topshiriq. Yoshlar agentligi loyihalari 5 ta. Ibrat farzandlari, ustoz Ayub, Uzchiz, Mutolaa Qizlar akademiyasi 5 ta loyihasi bor. Daftarcha ular kirmaydi. Tarix chiqdi, tarixni solib bergan. Beraymi tarixni son? Qaysi tarix bo'lar? Jahon tarixi, O'zbekiston tarixi. O'zbekiston tarixini so'rasizmi? Davlat qayerda joylashgan? Qushon daftari. Qayerda joylashgan? Hozir Facebook bilan ko'rib. Hozir Zarafshonning quyi oqimida joylashgan. Qanday davlat? Qushonda. Poytaxti nima? Qanguy. Qanday izlashgan? Bu qanday ham bilamiz. Qayerda hozir Facebook? Bilmaysizmi tarixni? Qaysi asrlarda? 5-asrda. Melodiy var, ikinci asır melodiy. Birinci asır. Yani birinci asır oxirgi, birinci asır Boshdan birontaga javob bera olmayman. Endi 5 tashabbus olimpiadasini 5 ta yo'nalishi bor. Sanab bering. 5 tashabbus olimpiadasining 5 ta yo'nalishi. Bularga ma'naviyat va san'at, sog'lom Madaniyat va san'at. sog'lom yurt uchun sport. Uchinchisi axborot texnologiyalarini rivojlantirish. To'rtinchisi vatanparvarlik ruhini oshirish. Beshinchisi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash. Sport. Birinchisi madaniyat va san'at, ikkinchisi sport yo'nalishi, uchinchisi axborot texnologiyalar, to'rtinchisi kitobxon maktab, beshinchisi kitobda xotin-qizlar bandligini ta'minlashlarda boshqa deydi. Mayli, bu savol qo'shmaymiz savol. Yoshlarga davlat siyosati to'g'risida qonun qachon qabul qilingan, nechta bor, nechta moddadan iborat? Oson savol beryapti. Nima ekan savol? Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonun qachon qabul qilingan, nechta bor, nechta moddadan iborat? Hammaga beryapman savol. Yoshlarga oid umumiy qonun qaror nimasi yo'q. Bularga O'zbekiston Respublikasi Prezident qarori bor, 92-son qarori. Qonun bor, yoshlarga davlat siyosati to'g'risida qonun bor. Yo'q, emas. Siz zo'r aytdingiz. Tarixlar qaysi sanada qachon muhokama etilgan, qachon senat tasdiqlagan, 2020 bilan qonun kuchga soatda kirgan deb. 2016-yil 14-sentyabr kuni qonun keltirildi. 33 moddadan iborat. Savollarda e'tiroz bormi? O'qish kerak. Ko'proq o'sha yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida qonun qarorlar o'qisangiz. E'tiroz yo'qmi savollar? yo'q. Lechkangizga yo'lladi, lechkangizdan olasiz. Yo'qlar.